Assalomu alaykum. Online.mirjahon.uz saytini, tur agentligi mo'ljallangan saytini ro'yxatdan o'tishini ko'rib chiqamiz hozir. Bu asosiy narsalardan biri, ko'p kishi shuni ko'p so'rashadi. Hop, ro'yxatdan o'tish uchun nima qilishimiz kerak? Ro'yxatdan o'tish uchun online.mirjahon.uz saytiga kirishimiz kerak. Saytga kirganimizda o'ng qo'lda tepada burchakda ro'yxatdan o'tish degan knopka bor. Shu bosiladi. Agar rus tili kerak bo'lsa, rus tiliga olsangiz bo'ladi yoki ingliz tili. Endi hozir o'zbekcha qilamiz. Ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Korxonani to'liq rostakam nomini kiritasiz. Misol uchun bizda hozirgi holatda Mirjahon suv korxonasi, ya'ni o'zingizning korxonangizning nomini kiritasiz. Korxona brendini kiritasiz. Manzili, haqiqiy manzilni kiritasiz. Telefon raqam. Telefon raqam juda muhim. Telefon raqam, ishlagan telefon raqam va ishlab turgan elektron pochta, ya'ni xato to'ldirilmasligi kerak bu. Elektron pochta juda ham to'g'ri yozilishi kerak, ya'ni xato bo'lmasligi kerak. Va yuridik, ya'ni o'sha korxonani litsenziyasini, guvohnomasini qo'yasiz. Bu tarafga turizm litsenziyasini qo'yasiz PDF da. Yuklaysiz, hisob raqamlaringizni yozasiz. Misol uchun korxona hisob raqamlari, INNisi, bank infosi, bank nomi va rahbar ismi familiyasi. Bu juda ham kerak, sababi bularni yozganingizda saytda avtomatik tarzda sizning korxonangiz bilan bizning korxonaning o'rtasida shartnoma shakllanadi va login parolni o'zingiz qo'yasiz. Xohlagan login parolingizni o'zingiz qo'yasiz va eslab qolishingiz kerak. Va tasdiqlashni bosasiz. Tasdiqlashni bosganingizdan keyin mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, hali hech qanaqa nom yo'q. Avtomatik tarzda o'sha nom bilan, ya'ni login bilan birga shaytga kirib qoladi mana. Hozir men loginim Mirjahon bo'lgani uchun Mirjahon login bilan hozir kirib qoldi o'sha avtomatik tarzda. Shartnoma shu yerda shakllanadi. Shartnomani yuklab olishingiz mumkin. Biz o'zi odatda shartnomani, bu godovoy generalniy shartnoma bo'ladi. Shartnomani yuborib qo'yamiz didox.uz dan sizga, buxgalteringizga yo sizga ko'rinadi va shu shartnomaga asosan hisob raqamlarga bemalol pul o'tkazsangiz bo'ladi. Bu ro'yxatdan o'tish bo'ldi. Endi keyingisida panellar tanishtirib va qanday bron qilishni tanishtirib chiqamiz.